Mahallada tomoni artib qo'yadigan ayol bo'lardi. Zilonkani unday qilib tomoni bitta artib yuboradi, tomovorsa, bo'ldi, shu bilan tuzalib qoladi. Bolalar masalasida, bolalarni kasal bo'lishi. Mana oddiy misol aytaman. Hozir Lorga boring. Lor klinikasiga boring. O'chirt bo'ladi. Shunaqangi katta o'chirt. Hamma yosh bolalar. Ayniqsa sezon boshlandi deydi, hamma. Oldin Lorda bunaqa o'chirt bo'lmagan. Men yoshligimda Lorga borganimni eslolmayman. Masalan, men qator odamlardan so'rasangiz, yoshligimizda pashti Lorga bormaganmiz. Mahallada tomoni artib qo'yadigan ayol bo'lardi. Zilonkani unday qilib tomoni bitta artib yuboradi, tomovorsa, bo'ldi, shu bilan tuzalib qoladi. Nima uchun? Nima uchun yosh bolalarning o'rtasida Lor a'zolari kasalliklari ko'payib ketdi? Sabab shirinlik. Shirinlik edi. Shirinlik nima? Bu glyukoza, tayyor glyukoza tomoqdagi, tishdagi, o'sha tanglikdagi hamma bakteriyalarga ko'payish manbai hisoblanadi. Glyukozani yeb, ular keskin ko'payib oladi. Birdan tomoq og'riydi. Siz bakteriyani ko'payishiga muhit yaratib berasiz, bolangizga shirinlik berish kerak emas demayman. Juda kam miqdorda berish kerak. Tavsiyam, shirinlik bergandan keyin albatta tomog'ini chaydiring. O'sha g'arg'ala qilib tomog'ini chaysin bola. Ana shunda ko'rasiz. O'zidan o'zi Lor a'zolari kasalliklari kamayadi. Hozir boring, har bir oilada har kuni bolasini ko'tarib Lorga chiqadi. Tomog'i shishib ketgan, ismanaqa, laringit, faringit, endi tegi yeta olmaysiz. Nima uchun? Shirinlik ko'paygan. Shirinlikni kamaytiring, hayron qolasiz, oilangizda shu narsa o'zgargan, ya'ni kasalliklarni kamayganini sezasiz. Ayniqsa bolalar o'rtasida.